Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. 89. hadis. Yaxşı amallarga alasamakni bo'liginna. An Jabirin radhiyallahu anhu, Jabir ashabadan ozgar Allah razı bo'lgur qala aytdi. Qala rajulun lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam yawma Uhudin. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytdi. Uhud g'azovat bargun. Ara'ayta in qutiltu fa ayna ana? Nech ko'rasan men o'ltirilsam davda qayda bo'laman degan. Qala fil jannati, jannatda bo'lasan degan. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, o'zining qo'lidagi xurmolarni tashlab va ashabi qo'lida xurmolari bo'lgan. Summa qatala, so'ng davetdi hatta qutila, o'ltirilguncha. Muttafaqun alayhi. To'xtashgan hadis. Buxoriy va Muslim. Bu hadis ne payda beri? Hadis payda beri yaxshiliklarga alg'asamakligini. Shu odam jannatga alg'asamakligidan shu xurmoni ashab, bayağı xurmoni ashasa sog'liq beri, kuch beri, biraz uzoq yashama tusha. Shu anda ashay turib ne teyimlib, ular zamanna ketadi. Shu aytgani bilan davga girgan. Kim Alloh uchun dav etsa, sheksiz onun baragan yeri cennet. Bu hadisdan anlaşıla insan sorama yarayganligi o'zi bilmagan zat. Shuni aytsa ne bo'ladi? Kim gerti kuyda shahodatni tilasa, Allah olar shahodatni da berer. 90. hadis. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qal, o'zgar Allah razı bo'lgur Abi Hurayra aytdi. Ja'a rajulun ila nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qal, bir kishi payg'ambar alayhissalatu vassalamga kelib aytdi, ya Rasululloh, hey Allohning elchisi deb. Ayyu sadaqati a'zamu ajra? Sadaqalarning qaysi lab ko'p javob bo'lgan edi. Sadaqa eti adam tug'um, qaysi nechim yaxshi, madrasa bersam yaxshimi, hayvon so'ysam yaxshimi? O'ylashadi. Buni ana so'ray, qaysi yaxshi? Payg'ambar alayhissalatu vassalamga qala, u aytgan, anta saddaqa, ko'ramsan. Qaysi sadaqandagidan tuyani malni deb aytmagan. Payg'ambar sallam boshqa kuyda javob berib qo'ygan o'g'il. Anta saddaqa, labda sadaqani yaxshisi, sen sadaqa etmoqliging va anta sahihun shahihun, seni sog'lig'ingda bar vaqti, o'zingni qizg'anagan vaqti, taxshal faqra, faqirlikdan qo'rqagan vaqti. Ko'ramsan, bir adam var, ya boyi bo'lsam sadaqa etmayman, hali men sadaqa etgan halim yo'q deb bo'ladi. Alhamdulillah, seni ashama 3 kunga ashamadan barmisa-da sadaqa etmadan bar seni. Seni yerli adamga qara, o'rsenchi. Va ta'mulul ghina, sen boyi bo'lma umid etgan vaqting, buni ana. Va la tumhil, sen arka salma. Hatta iza balagatil hulqum, jan tamaqqa tig'ilgan zamanna, qulta sen aytasan li fulanin kaza va li fulanin kaza, falan adamga munchag'ini berigiz, falan adamga munchag'ini berigiz, va qad kana li fulan. O olayda, bulayda olaga bo'ldi. O'le turagan adam onun ixtiyori yo'q, o'zini ma'lumsada 3dan 1 payından ortiqligini. Muttafaqun alayhi. Hala qaraysiz. Bu hadisdan bizga anlaşıllı ish sen tuyani sadaqa etmoqda, malni sadaqa etmoqda tugul. Sen sağ vaqti, qizg'anagan vaqti ne sadaqa etsingni, shu ko'p ulukeni sen avruy turaganna, o'le turaganna, ya sağa taraq tugulmal. Menden so'ng ulaga, shulaga da taraq tugul deb o'ylashib qo'ygan zatingdan sağ vaqt etkening ko'p kerakni ortiqkeni. Shu hadis chaqirdi yaxshi amallarga alg'asamaga. Sen qizg'anamsan, senin malingni Alloh uchun sadaqa etmege. Sen qizg'anamsan, senin so'nggi yashlaring ular dag'adabek qizg'anajaq. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Shukran ya Rabbi, shukran. Hadayta qalbi, shukran. Nawwarta darbi, shukran. Shukran ya Rabbi, shukran ya